Aziz yurtdoshlar, barchangizni tarixiy G'alaba Jahon Chempionati yo'llanmasi bilan samimiy muborakbod etaman. Endilikda dunyo bo'ylab vatanimiz madhiyasi yangraydi, bayrogimiz hilpiraydi. Eng muhim jihati qahramon yigitlarimizning o'yinini butun dunyo tomosha qiladi. Bu buyuk kunlar uchun Yaratganga behisob shukronalar. Yurtdoshlar, barchangizni tabriklayman. Agar YouTube'da yoki suhbatda kimnidir ranjitib qo'ygan bo'lsam, chin yurakdan kechirim so'rayman. Doimo birlikda bo'laylik. Yana bir gap. Yusupovni teshik u kuchsiz, bu undan yaxshi deb yerga urayotganlar, bir narsani tushunib olinglar, o'sha o'rinda boshqa Birov bo'lganida nima bo'lardi, o'ylab ko'rdinglarmi? Har xil haqorat qilganlar biroz uyalinglar. Otkir Yusupov bugungi o'yinning haqiqiy qahramoni. Yana bir gap, bu g'alabaning katta qismi Katanetsga tegishli. Ustozni hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Barcha futbolchilarimizga rahmat, fidokorona o'yin ko'rsatgan barcha futbolchilarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Haqiqiy futbol muxlislarini chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Qo'shaloq bayramingiz muborak bo'lsin. Katta g'alabalarimiz hali oldinda, inshaalloh.